Ishontirish usullari. Yillar davomida ota-onalar, o'qituvchilar, o'z g'oyalarini singdira olmagan shaxslar media olamida kimningdir g'oyasi ta'siriga 10-15 minut davomida tushib qoladi. Ota-ona yillar davomida qila olmagan ishni qanday qilib virtual muhitdagi kimsalar amalga oshiryapti? Qanday qilib ular o'z fikrlarini singdira olyapti? Qanday qilib o'z g'oyasiga yetaklay olyapti? Keling, shu xususida gaplashamiz. Auditoriyani fikrini o'ziga qaratib olish, ishonchga kirish, o'z g'oyasini singdirish, biror mahsulotni sotib olishga chorlash yoki biror harakatni amalga oshirishga undash uchun ishlatiladigan turli metodlar, bular ishontirish metodlari deyiladi. Masalan, tijorat reklamalari bizni mahsulotni xarid qilishga yoki xizmatlardan foydalanishga undasa, siyosatchilar va targ'ibot guruhlari esa o'zlarining chiqishlari, e'lonlar va boshqa vositalar orqali ularni yoqlab ovoz berishga undaydi. Endi esa ishontirishning usullari bilan tanishib chiqamiz. Assotsiatsiya. Ishontirishning bu usulida mahsulot, xizmat yoki g'oyani maqsadli auditoriya sevib yoki yoqtirib ulgurgan biror narsaga, masalan, xursandchilik, quvonch, go'zallik, muvaffaqiyat, boylik va boshqalar bilan bog'lashga harakat qiladi. Nike g'alaba belgisi bo'lsa, Disney baxt va sehr belgisidir. Qadamma-qadam. Ko'plab e'lonlarda mahsulotdan foydalanuvchi ko'p sonli kishilar namoyish qilinadi. Bunda hamma aqlli odamlar shunday qiladi degan fikr nazarda tutiladi. Bu e'lonlar bizni birga qadam tashlashimizni xohlashadi. Siyosatchilar Amerika xalqi shuni xohlaydi deganida shu usuldan foydalanadi. Chiroyli odamlar. Bu texnika e'tiborimizni tortish uchun chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan modellardan foydalanadi. Bu usul e'lonlarda juda keng tarqalgan bo'lib, agar ushbu mahsulotni ishlatsangiz yoki iste'mol qilsangiz, shu kabi chiroyli ko'rinishga ega bo'lasiz demoqchi bo'ladi. In'om. Bu metod qo'shimcha nimadir berish bilan bizni mahsulotni xarid qilishga undaydi. Masalan, chegirma yoki bepul sovg'alar va'da qiladi. Afsuski, biror narsani bepul ololmaymiz, chunki sotuv narxlari in'omga ketgan xarajatlarni qoplaydi. Taniqlilar. Biz taniqli insonlarga e'tibor qaratishga moyilmiz. Ana shuning uchun ham ular taniqli. E'lonlarda e'tiborimizni qozonish uchun ko'pincha taniqli insonlardan foydalaniladi. Ko'pchilik yaxshi biladi. Kompaniyalar taniqlilarga e'lonlardagi chiqishlari uchun katta mablag' to'laydi. Biroq ishontirishning bu tipi hamon samarali bo'lib kelmoqda. Ekspertlar. Biz mahsulotlar haqida maslahat olishda o'zimiz tanimagan ekspertlarga ishonamiz. Ekspertlarki shu mahsulotdan foydalanayotgan ekan, siz bu mahsulotni bemalol ishlatishingiz mumkin qabili kabi. Faktlar bilan. Qandaydir faktlar bilan bevosita, to'liq va yoki aniq ifodalangan bo'ladi. Masalan, mahsulot narxi, asosiy tarkibiy qismlari, elementlar sonini aniq ko'rsatilishi faktlardir. Eng qizig'i, bu faktlar 5 soniyadan ortiq ko'rsatilmaydi. Tabiiyki, bu vaqt davomida barcha faktlarni o'qib ulgurish qiyin va bu auditoriya qiziqishini oshiradi. Va mana shu reklamani yana bir bor ko'rishga majbur qiladi va uning ong ostiga yozadi. Qo'rquv. Bu usul yechimni ilgari surish uchun maqsadli auditoriyaga yoqmaydigan yoki uni qo'rqitadigan narsalardan foydalanadi. Natijada auditoriyada qo'rquv hissi uyg'otadi va shu orqali uning ong ostiga mazkur kadrni yozib qo'yadi. Muammoning oldini olish uchun mahsulotni sotib olish zarurligini uqtiradi. Yumor. Ko'p sonli e'lonlardan yumordan foydalaniladi. Chunki bu ishontirishning qudratli usuli hisoblanadi.
Biz kulganimizda o'zimizni yaxshi his qilamiz. Reklama beruvchilar bizni kulishga majbur qiladi, so'ng o'z mahsuloti yoki logotipini namoyish qilishga urinadi. Bu bilan o'z mahsulotiga nisbatan yaxshi kayfiyat uyg'otishga harakat qiladi va shu bilan mahsulotni tanlashga chorlaydi.